坚定不移内防扩散，全市进入疫情防控暂时状态。 Xitoy hukumati 135 kungacha koronavirus yuqumi bayqalmadi deb xabar qilib kelayotgan Uyg'ur avtonom rayonida yangidan koronavirus yuqumi bayqalganligi xabari BBC, CNN, Reuters qatorliq xalqaro cho'ng taratqulardimi xabar qilingan bo'lib, Uyg'ur elidagi yangi yuqum vaziyati va Xitoyning qamal qilish tadbirlari haqidagi bu uchurlarni muhojiratdagi Uyg'urlar diqqat bilan kuzatmoqda. Mazkur yuqumning Uyg'ur avtonom rayoniga qayta tarqalishiga qanday amalsa bo'lganligi ma'lum emas. Yerlik doiralar bu yilning boshlari Xitoyning Wuhan shahrida portlagan keng ko'lamli yuqumning Uyg'ur eliga cho'ng ta'sir ko'rsatilmaganligi, hozirgacha rayonda faqat 76 nafar yuqumdor bayqalganligi va 2-oyda yuqumning to'liq kontrol qilganligini e'lon qilgan. Lekin lagerdagi Uyg'urlarning yuqum ahvoli haqida hech qanday uchur bermagan edi. 16-iyul kuni ijtimoiy taratqularda yangidan koronavirus yuqumi bayqalganligi haqidagi xabarlar tarqalishga boshladi. Xitoy hukumati 15-iyul yarim kechadan boshlab Urumchida qatnashni to'xtatib, karantin tadbirlari elishga boshlaganligi ma'lum. 16-iyul kechida yana Urumchidan boshqa Sanji, Qashqar qatorliq joylarning qamal qilinganligi to'g'riliq uchurlar tarqaldi. Ündidar salonida 16-iyul kechida tarqalgan bir uchurda Urumchi shaharlik hukumatning shu joy vaqti 16-iyul kech soat 8da jiddiy yig'in chaqirib Urumchida kelgusi 7 kun ichida 6 xil qamal tadbirini yo'lga qo'yganligi bildirilgan. 17-iyul Xitoy tilliq ijtimoiy aloqa munbarlari va xalqaro taratqularda Uyg'ur avtonom rayonida yangidan koronavirus yuqumdorlari bayqalganligi uchun hukumat doiralarining rayonda karantin tadbirlarini yo'lga qo'yganligi xabar qilindi. Ma'lum bo'lishicha, 15-iyul yarim kechadan boshlab 7 kun ichida Uyg'ur avtonom rayoni tavasida aeroplan qatnashini o'z ichiga olgan barliq yo'lovchilar qatnashining to'xtatilganligi, savdo tijorat o'rinlari, idora jamiyatlar va maktablar taqilib, oilalarning karantin tadbirlariga amal qilishi lozimligi to'g'risida maxsus uqtirishlar tarqatilgan. Doirlar Urumchi shahar aholilariga qarata bu xil qamal qilishning mushu bir hafta yoki undan uzoq davom qilganligi haqida aniq muhitini texicha uqtirish qilmagan. Radiomiz Xitoy bilimi Uyg'ur elidan egallagan ahvolda bir shahar oilasi o'zlarining ahvolidan ma'lumot berib, eng avval yuqum ahvoli bayqaldi degan rayon, ya'ni Tangirtaq rayoni qamal qilindi. Keyin boshqa rayonlarmi qamal qilindi. Aholilar komitetidagi qizlar uyma-uy kirib tizimlayotdi. Ular shu oilada necha jon borligi, kimlar deganlarni tekshiryotdi. Kasallik ahvoli haqida temperatur o'lchagich bormi, qiziqish alomatlari bormi, yeydiganlari bormi deganlarni so'radi. Bu buyumlarning bir necha kun keyin kelganligini aytib chiqib ketdi. Ular hozir uy-uy tekshiryotdi. Atigalik tomoq vaqtida kirib tekshirdi. Xizmat vaqti bo'lgan bo'lsa-mu, kishilarning sirtqa chiqishiga ruxsat qilmadi degan. 17-iyul Shanxay Fudan Universiteti qarmog'idagi Huashan doktorxonasi yuqumli kasalliklar bo'limining mudiri doktor Jang Menxong o'zining yozmasida Xitoy hukumatining bu qitimli qamal qilish haqida qisman uchur bilan ta'minlagan bo'lib, u mazkur yozmasida Urumchida 3-4 haftagacha normal turmush asliga kelganligini bildirgan. U yana mundaq deb yozgan: "Yuqum yuz bergandan keyin Beijing va Urumchi shahri tez suratda qattiq zarba berib, keng ko'lamli radga turg'izib, tekshirishni qanot yoydirib, tarqalishchan kasalliklar ilmi bo'yicha tekshirish tadqiq qilish va umumyuzlik radga turg'izib tekshirishga birlashtirib, tekshirishga tegishliklarning hammasini tekshirishni tez suratda qanot yoydirdi." Chet ellardagi kuzatuvchilar uning bu uchurdan bu xil qamal qilishning xili uzun mezgil davom qilganligini mo'ljarlashmoqda. 21-iyul kunigacha Urumchi shahrida qayta bayqalgan koronavirusi Qashqar va Xotan shahriga tarqalgan. Birlashma agentligining xabar qilishicha, Uyg'ur avtonom rayonlik hukumat o'zining mikroblogida 20-iyul kuni Uyg'ur elida 17 yangi yuqumdor bayqalganligi, yuqumdorlarning birining Qashqar shahrida, qolganlarning Urumchida ekanligini bildirgan. Hukumat doiralarining bildirishicha, navbatda rayonda bayqalgan yuqumdorlarning umumiy soni 47 ga yetib borgan bo'lib, uning 46 nafari Urumchida ekan. Xitoy doiralari Uyg'ur rayonida koronavirus yuqumi tarqaldi degan bahonada Urumchi, Qashqar, Xotan qatorliq shaharlarni tuyuqsiz qamal qilgan bo'lsa-mu, ammo har vaqt uchurlarni qamal qilib, mustaqil taratqularning rayondan ahvol egilishini cheklagan. Xitoy hukumatining rayondagi uchur aloqa sistemasini kontrol qilishi sababli Urumchi qatorliq shaharlarning bu qitim tuyuqsiz qamal qilinishining haqiqiy sababi xalqaro taratqularda yanada jiddiy gumon qo'zg'ayotgan masala deb qaralmoqda.